Men Bekobod tuman Yoshlik 2 MFY ijtimoiy xodimiman. Fayziyeva Madina. Hozirda fuqaroning xonadonidamiz. Abduxoliqova Dilnoza Anvarjonovna murojaat qilgan bolalar nafaqasi masalasida rad bo'lgan. Bularniki dastur tomonidan o'rganish natijasida. Sababi o'zini va turmush o'rtog'ining nomida yerlari bor. 30 sotik, 25 sotik ikkalasining ham nomida yerlari bor. Shu sababli mahalla xodimlari o'rganishigacha yetib kelmasdan dastur tomonidan har bir oila a'zosiga to'g'ri kelgan daromad minimal iste'mol xarajatidan daromad mezondan oshib ketgan. Shu sababli fuqaroning murojaati rad bo'lgan. Men Abduxoliq Ravshan, Yoshlik 2 mahallasi Gulg'uncha ko'chasida 23-uyda turaman. Meni ayolim Abduxoliqova Dilnoza Anvarjonovna portalga murojaat qilgan ekan, bolalar puli bo'yicha va o'zimizning nomimizda yerimiz bor, boshqasi bor. Daromadimiz yetarli. Endi hozir xodimlar kelib hammasini tushuntirdi. Qonun doirasida hammasini tushundik. Bizda naqamiz yo'q, e'tirozimiz yo'q. Endi baribir nima deydi, ayol kishi o'zi tushunmagan holda yozib yuborgan uni, men o'zimda ham xabarim yo'q edi. Bundan hech e'tirozimiz yo'q. Qonun doirasida hammasini tushundik. Bildik, daromadimiz yetarli bizda.